Assalomu alaykum YouTube do'stlarim, sevimlilarim, aziz YouTube do'stlarim. Bugun yangi yil oldi. Umuman o'zi qandaydir bayramga borishimiz oldidan yuz terimiz tip-tiniq, oppoq, tekis, tarang bo'lib tortilib turuvchi maska ko'rsataman. Uy sharoitida bemalol bu maskani tayyorlab, yuzingizni chiroyli qilib siz chiroyli bo'lib yurishingiz mumkin. Yangi yilda ham yuzingiz ochilib, chiroyli bo'lib, nurdek bo'lib turishi mumkin. Buning uchun bizga yogurt kerak bo'ladi. Yogurtimiz imkoni boricha hech narsasiz, ya'ni mevasiz bo'ladi va облепиховое maslo kerak bo'ladi. Облепиховое masloning tarkibida vitamin B komplekslari juda ham ko'p. Terimizni namlantiradi, oziqlantiradi, tiniqlashtiradi va taranglashtiradi. Yogurtimiz tarkibida esa o'ziga xos молочный kislotalar bor. Ular esa terimizni oqartiradi. Ya'ni quyoshdan kuygan, quyoshdan qarigan, fotostereni mana shunday yuz terlariga juda ham qo'l keladi. Hamma yuz terlari foydalanishi mumkin. Har 2 kunda, 3 kunda bu maskadan kechki paytda foydalanish tavsiya qilinadi. Kechki paytda siz bu maskadan foydalanib, maskani yuvib tashlab uxlashingiz mumkin. Ertalab yuz teringiz tiniq, oppoq, tekis, chiroyli bo'ladi. Demak, maskani tayyorlashni boshladik. Bir osh qoshiqda yogurt kerak bo'ladi. Bir osh qoshiq yogurt va yarim choy qoshiqcha облепиховое maslo kerak bo'ladi. Rangi ham rosa chiroyli bo'ladi. Oranjviy rang bo'ladi. Yuzimizni yoshartiruvchi maskani tayyorlab oldik. Maskamiz tarkibi mana shundan iborat. Hozir men ham yuzimga bu maskani surtib sizlarga ko'rsataman. Yuzimni namlantirmoqchiman. Anchadan beri yuzim qurib qoldi. Maskadan oldin albatta yuzimizni tozalab olishimiz kerak. Yuz yuvish gellarida, makiyajlar bo'lsa, malochkada tozalab, undan keyin maska surtsak, teri teshikchalarimiz yaxshi ochiladi va qilayotgan maskalarimiz terimizni 2-chi, 3-chi, keyingi qavatlariga tezroq kirib boradi. Tezroq kirib borgandan keyin berayotgan maskamizdagi tarkibdagi vitaminlar tez teriga singadi. Xullas, terimizni tozalab oldik. Endi esa maskani surtamiz 10 daqiqaga. Surishimiz mumkin. Maskamizni ham surib oldik. 10 daqiqadan keyin iliq suvda yuvib, kechki paytda keyin dam olib uxlaymiz. Bu maskamiz vitaminlarga juda ham boy bo'ldi. Aynan qishda, kuzda foydalanadigan maska bo'ldi. B kompleks vitaminlari tarkibida bor, облепиховыйda yana yuzimizni namlantirib, oziqlantirib, oqartirib, tortib qo'yadi. Bu maskadan siz har 3 kunda bir marta foydalanishingiz mumkin. Maskadan keyin olgan natijalaringizni albatta kommentariyada yozing. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, bizga obuna bo'ling, like bosing va ko'plab siz uchun foydali ma'lumotlarni yana berishda davom etamiz.